O'zbekiston startap ekotizimi xalqaro darajada e'tirof etilmoqda. Mamlakatimiz dunyodagi ikkinchi eng tez o'sayotgan startap ekotizimiga aylandi. Xorijiy ekspertlarning tahlillariga ko'ra 2024-2025 yillarda mamlakatimizdagi startap va venture ekotizimining umumiy qiymati 3,9 milliard dollarga yetdi. O'zbekiston prezidentining mamlakatimizda startap sohasini rivojlantirish, yoshlarning g'oyalarini loyihaga aylantirish yo'lidagi siyosati bu yo'nalishda katta natijalar uchun asos bo'lmoqda. So'nggi 5 yilda startap ekotizimi yo'nalishida ko'plab yutuqlarga erishdik. Bu birinchi navbatda startaplarimizni soniga bog'liq. Startaplar soni dastlab qo'l bilan sanagulik bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda 750 tadan oshiq faol startaplarimiz mavjud. Ular 20 dan ortiq davlatlarning bozorlarida o'z mahsulotlarini taqdim etishayotgan bo'lsa, ulardan 100 ga yaqini allaqachon venture investitsiyalar jalb qilgan. Hozirgi kunda 15 ta venture fond mamlakatimizda faoliyat yuritmoqda. Ushbu venture fondlarning umumiy ustav kapitali 180 million AQSh dollari. Bu degani har bir inson o'zining yangi startap loyihasi bilan yangi bir muammoni hal qilishi va bunga venture investitsiyalarni jalb qilishi ham mumkin. 2025-yilda ko'plab xorijiy startap ekotizimini tadqiqot qiluvchi tashkilotlar tomonidan O'zbekistondagi o'zgarishlar juda ijobiy baholandi. Birinchi navbatda Startup Genome nomli tashkilot tomonidan O'zbekistondagi startap ekotizimini o'sishi dunyodagi eng tez o'sayotgan ikkinchi ekotizim sifatida tanlanayotganligi bu juda bir katta yutuq. Bundan tashqari Dealroom tomonidan tan olingan O'zbekistondagi startap ekotizimining umumiy bahosi 4 milliard AQSh dollariga yetayotganligi ham biz o'ylaymizki, biz qilayotgan ishlarimizning natijasi sifatida ko'rinmoqda. Bundan 4-5 yil oldin startaplarimiz venture fondlardan investitsiya qidirish uchun chet elga borishayotgan bo'lsa, hozirgi kunda chet elning startaplari ham O'zbekistonga kelib, venture investitsiyalar qidirishmoqda. O'zbekistonda o'zlarining mahsulotlarini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bunda albatta bizning venture fondlarimizning ustav kapitallari kengayganligini, davlat tomonidan startaplarga berilayotgan ishonch katta xizmat qilmoqda. Bundan tashqari 2023-yilda davlat rahbarimizning tashabbusi bilan President Tech Award tanlovini ham e'lon qilgan edik. Ushbu tanlov umumiy sovrin jamg'armasi 1 million AQSh dollari bo'lib, eng yaxshi startaplar 100 ming AQSh dollarigacha grant olishlari mumkin. Shu vaqtgacha 40 ga yaqin startaplar ushbu tanlovda g'oliblikka erishib, o'zlarining mahsulotlarini allaqachon chet el bozorlariga ham chiqarishni boshlashgan. Men yaqinda eshitganim bir g'olib bo'lgan startap hozirgi kunda Peru davlatida o'zining mahsulotlarini, xizmatlarini taqdim qilmoqda. Bundan 5-6 yil oldin startaplarimiz bizdan 15 ming kilometr uzoqda joylashgan davlatga o'zini xizmatlarini taqdim qilish haqida menimcha hech kim o'ylamagan bo'lsa kerak. O'ylaymanki, keyingi 5 yil, keyingi 10 yilda ham biz hozir erishayotgan yutuqlarimiz ko'zimizga kichkina bo'lib ko'rinib qoladi va bundan ham kattaroq yutuqlarga erishamiz. Startap sohasiga yo'naltirilayotgan sarmoyalar bu faqat raqamlar yoki reytinglarda emas, odamlar hayotini yengillashtirishga ko'mak beradigan startaplar sonining ko'payishiga sabab bo'lyapti. Yana bir muhim tomoni yoshlarning g'oyalari amalga oshib, million dollarlik loyihalarga aylanyapti. Buni bugun ko'pchilik xonadon egalarining kommunal xarajatlarini tahlilini qilib beradigan startapi 15 million dollar qiymatga ega bo'lgan mobil ilova asoschisi Alisher Tojiyevning o'zidan eshitsak. 15 yildan buyon mana shu IT sohasida dasturchi bo'lib, IT arxitektor bo'lib, qiyin haylot deyiladi, yuqori yuklamalarga ega bo'lgan katta-katta loyihalarni tizimlashtirganman, qurganman va 2025-yildan boshlab O'zbekistondagi bu IT ga bo'lgan, aynan startaplarga bo'lgan e'tibor va jahon bozoriga ochilishi va Amerikadan to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar deymizmi, mana shunaqa imkoniyatlar keskin ko'payishini ko'rib, biz outsourcing jamoamizdan bir 2-3 ta yaxshi talantlarni va undan tashqari bozordagi kuchli analitiklarni jamoamizga taklif qilib, hamma malakalarimizni yig'dik va O'zbekistonda uy egalari va aholidagi muammolarni tahlil qilib, uy egalari uchun startap loyihasini qurdik va bu loyihamiz Domo AGT, ya'ni bu HGT deb ko'pchilik aholi o'rtasida tanishadi. Domo loyihamizning asosiy maqsadi uy egalarini uy uchun xarajatlarini tejashga yordam beradi va uy egalarini sarf xarajatlarini to'g'ri boshqarishga yordam beradi va shu joyning o'zidan uydagi kommunal to'lovlar, xizmat chaqirish to'lovlarini qabul qilib va o'sha yerda o'zi tahlil qilish imkoniyatini beradi.
beradi. Ya'ni ma'lumotlarni monitoring qilish asosida sun'iy intellektimiz ogohlantiradi va har oy 30% gacha tejab beramiz iste'mol ko'rsatkichlarini va natijada pul ham tejaladi. Har kuni masalan hozir bizda 2 milliondan oshiq foydalanuvchi bo'ladigan bo'lsa, kunlik 600 mingta mijozga xizmat ko'rsatamiz. Foydalanuvchilarimiz o'sish tezligi har oy 30-40%. Va biz 2025-yil startapni yo'lga qo'yganimiz bilan birga, lekin yil oxirigacha 2 milliondan ortiq foydalanuvchi yig'dik. 1 yil ichida 14 million dollar baholandik. 3,1% soft comment deydi, ya'ni takliflar olganmiz. Ichidan ya'ni raund ochib investitsiya ham jalb qilyapmiz. Investitsiyamiz faqat O'zbekistondan emas, ya'ni startapimizning jozibasi boshqa davlatlar uchun ham yoqimli bo'lganligi uchun boshqa davlatdan ham qiziqishlar bor. Ya'ni Turkiyadan investorlarimiz ham bor. Zo'r tomoni legal offshore, ya'ni O'zbekistonda shunaqangi bir IT Park Uzbekistan tomonidan prezidentimiz qulayliklarga imkoniyatlarimiz bor, ruxsatlarimiz bor. Ulanib IT Park prezidenti bo'lib, ham moliyaviy jihatdan juda ham bir kichik soliqlar, yuklanmalar ular bo'lsa, ikkinchidan bizga yuridik yordamlar juda ham ko'p. Osiyo davlatlari o'rtasida Startup Awards'da o'tdi. Unda biz O'zbekistondan yagona startup 2-o'rinni oldik. IT Parkni eng katta maqsadlaridan biri O'zbekistonda boshlab globalga chiqarish. Biz ham o'sha globalga chiqib, gigant kompaniyalar bo'lib, O'zbekiston labelini, ya'ni O'zbekistonlik startaper, O'zbekistonlik asoschi, O'zbekistonlik startup degan labelni rivojlantirmoqchimiz. Nima uchun biz rivojlanamiz degan savolga javob berib o'tmoqchiman. Birinchi sabab g'oyasi bo'lgan, ishonchi bo'lgan, yonib turgan energiyalik yoshlarga ham risk bo'lsa ham pul berilyapti. Prezident tomonimizdan beringlar, qo'llab-quvvatlanglar deyilyapti. Ikkinchisi, boshqa davlatlardan kuzatadigan bo'lsangiz, O'zbekistonda bir 4 yil avval bir 5 millionmi pul ajratilgan. Hozir kelib bir 300 millionga yaqin startapga pul ajratilyapti. O'sish dinamikasi katta. Hattoki boshqa bozorlarda shunaqa gap borki, borsak, nimadir intervyular narsalar bo'lganda O'zbekistondan borib pul ko'tarsang bo'ladi deb aytishadi. Nimaga? Birinchidan to'liq ekosistema ko'tarilgan, ikkinchidan ishonch bor, pul berilyapti. Men startaperlarga aytardim, hozir foydalanadigan zo'r imkoniyatlar davri. Faqat foydalanish kerak. Bu uchun biz davlat rahbarimizga mana shu butun jamoam nomidan va millionlagan mana shu foydalanuvchilarimiz bor, ular nomidan doimiy rahmat aytamiz. Startup sohasida uzoq yillik tajribaga ega ekspertlar bu ekotizimning rivojlanishini qisqa vaqtda dinamik suratda o'sayotganini, biznes uchun xalqaro bozorga ochilayotganini e'tirof etmoqda. Muzaffar aka ko'p yillardan beri startup tizimida mutaxassissiz, xalqaro tajribani ham bilasiz va O'zbekistondagi ekotizimni ham qay darajada, qanday tendensiyada kechayotganligini tahlil qila olasiz. Birinchi savolim, O'zbekistonda startup ekotizimi qaysi yildan boshlab keskin darajaga ko'tarildi va buni asosiy omillari, faktorlari nimalar bo'ldi? O'zbekistonda baribir yangi O'zbekiston prezidentimiz kelganlaridan keyin, masalan 2016-yildan boshlab bizda masalan birinchi IT Park boshlangan bo'lgan. Mana bugungi holatni qaraydigan bo'lsangiz, o'zi nima deydi, bizda startaplarni qo'llab-quvvatlash ham 2016-yilda, mana 26-yilda qaraydigan bo'lsak, masalan 2-3 ta kompaniyadan mana biz hozir 3000 ta 4000 talab IT Parklar kompaniyalaringizni qilib, ulardan ona 900 ming atrofidagilar haqiqiy o'zimiz o'zbek o'g'lonlardan. Mana men o'sha paytda 2005-yilda birinchi texnologik kompaniya ochgan bo'lsam, mani bir 50 dan ko'p shogirdlarim qo'limdan chiqqan, hammasini o'zini kompaniyalari bor, 10-15 tasini startupi bor. Mana bitta shogirdlarimizdan biri mana Data Track degan yaqinda startup ochdi. Amerikada ochgan, 4 yil ochgan startuplar biz o'zbek yigitlarimiz, bu kompaniyasini hozir qiymati 50 milliondan oshib ketyapti. Buni aytmoqchimanki, oxirgi mana 10 yilda, ayniqsa oxirgi 3 yilda agar oladigan bo'lsangiz, 2023-yildan keyin mana Aloqa Ventures, mana prezidentimiz tomonidan birinchi qo'llab-quvvatlashlarda, birinchi Aloqa Ventures, keyin mana hozirgi kunda 6-7 ta venture fondlar ochilgan bo'lsa, ularni mana hozirgi kunga kelib 200 ga yaqini moliyalashdi. Bular hammasi 3 yil ichida bo'lgan ishlardi. Undan tashqari mana startup base qaraydigan bo'lsangiz, 600 ga yaqin startaplar registratsiyadan o'tdi. Men o'zim masalan 10-15 ta startup qilib o'tgan bo'lsam, lekin hech ham nima deydi, 2020-yilda birinchi dunyo bozorlarida pul ko'tarib, masalan 2018-yilda arab bozorlarida startaplar sotgan bo'lsam,
O'zbekistonda hech kim bilmagan bo'lgan, lekin mana 2023-dan buyoqda mana yaqinda UzVC degan bilasiz, ular bir 20 tacha VCni olib kelib, venturni kapital kompaniyalarni olib kelishdi. Shundan ko'rinib turibdiki, prezidentimiz taraflaridan berilgan o'sha tadbirkorlar yig'ilishida avgustda 100 millionga yaqin yana mablag' qo'yildi. Mana Yoshlar Ventures ochildi. Shunga o'xshagan venturelar bilan hozirgi endi kunda bizni 2000 ga yaqin startaplarni ko'paytirishimiz kerak va undan ko'ra hozirgacha 200 taga yaqin proyektlarimiz moliyalashtirilgan bo'lsa, o'shalarni yana 3x deydi, 3x qilishimiz kerak. Shuning uchun oxirgi 3 yilda bizdagi o'zgarish menimcha mana hozir yaqin sharqdagi ba'zi davlatlarni oladigan bo'lsangiz, moliya bilan qo'llab-quvvatlash taraflari menimcha uncha davlatlarda yo'q. Bizda prezidentimiz tarafdan berilgan eng yaxshisi o'sha davlatlarning ko'pida mana shunaqa 100 millionlab investitsiyani oldindan beri birinchi biz davlat sherik bo'lib shu yoshlarni qo'llab-quvvatlaydigan programmalar yo'q. Masalan, buni asosan ko'rgan joylari mana Dubay bo'ladimi, Saudiya bo'ladimi yoki mana Angliyani o'ziga keladigan bo'lsangiz ham sal boshqacharoq. Shu ma'noda bizda hozir shuni tushunib yetilgani uchun dalda hozir qattiq berildi yoshlarga. Endi biz yoshlarni tezroq uyg'otishimiz kerak. Xalqaro forumlarda ishtirok etasiz, venture fondlarining rahbarlari bilan gaplashasiz, ekspertlar bilan muloqot olib borasiz. Ularni O'zbekistondagi startap ekotizimi rivojlanish tendensiyasiga munosabatlari qanday bo'lyapti? O'zbekistonni endi haqiqatda nima edi, open for business deydi-ku. Shu ma'noda prezident o'zlari mana bir necha davlatlarda bitimlarni o'zlari oldida turibdilar. Birinchi navbatda mana Amerikani o'zida ham bizda bir necha milliardlab investitsiya, mana yaqinda mana Apple bilan bo'lib o'tgan mana Apple Pay O'zbekistonga kirib kelishi, datalarni har xil joylarda saqlanish, buni Amerikan kompaniyalari ham har xil kreditlari mavjud bo'ladi. Shularni ochib berilishi yoshlar uchun bu nima deydi? Bizda nima deydi, O'zbekiston chegaralari haqiqatda startap tech ekotizimiga ochilyapti hamma taraflarda. Shuning uchun ular hamma joyda O'zbekiston oxirgi 3 yilda tanilgani, yana bitta narsani ayta olaman, bundan bir 8 yil, 10 yil oldin o'sha arab davlatlarida ishlaganimizda haftasida 10 ta reys bo'lsa, hozir haftasida 100 ta reys o'sha davlatlarga. Bular hammasi o'sha infrastruktura, demak, turizm hammasi bir-biridan bog'lanib shu tizimni rivojlantirishga olib keladi. Ya'ni haqiqatda mana oxirgi 3 yilda bizda boshlanishda asosiy nima deydi, g'ishlar qo'yilgan bo'lsa, endi hozir уже nima deydi, uyga kirib yashashga tayyor, endi faqat startaplar ochish kerak edi. Bugun elektron davlat xizmatlarini yanada rivojlantirish ham prezident tomonidan muhim vazifa qilib belgilangan. Tahlil qilsak, 2017-yilda my.gov.uz portalidagi elektron davlat xizmatlari soni 50 ga yaqinni tashkil qilgan bo'lsa, bugun ular 800 taga yetdi. Islohotlarni boshida prezidentimiz insonlar emas, hujjatlar aylanadi tamoyilini belgilab berganlar. Ya'ni insonlarga maksimal tarzda qulaylik yaratish, uni vaqti hamda mablag'laridan tejash maqsadlari belgilab berilgan. 2017-yilda bosh etadigan bo'lsam, yagona portalda 50 ga yaqin xizmat bor edi va 100 mingtacha foydalanuvchi bor edi. Mana yillar davomida prezidentimiz tomonidan har yili o'sha inson qadrini oshirish, insonlarga qulay sharoitlar yaratish, tadbirkorlarga qulay sharoit yaratish bo'yicha islohotlarning belgilanishi, bugungi kunda xizmatlar soni 800 tadan oshdi. Undan mana 25-yilda 42 million marta foydalanildi. Solishtiradigan bo'lsa, 2017-yilda 100 ming marta foydalanilgan. 100 mingta qatta 42 million qatta. O'sha 42 million marta foydalanilgan, demak, aholi 42 million marta qaysidir davlat tashkilotiga bormagan, qayerdadir navbatda turmagan. O'tgan yilgi yana bitta qilingan katta loyihalardan bittasi aynan yagona portalda 30 ta turdagi turli aynan foydalanuvchiga oid hujjatlarni raqamli shakli ham joriy qilindi. Endi sizni o'sha ID pasportingiz, ma'lumotingiz haqidagi hujjat, diplom deydi. Hammasini raqamli shakli bor hamda u amalda o'tadi. 25-yil o'zida iyunda joriy qilgan bo'lsa, 1 milliondan ko'p marta aynan shu xizmatlardan foydalanilgan. 2024-yilda 10 milliondan oshgan bo'lsa, 2025-yilda 13 milliondan oshdi. Bu xizmatlarni aholiga yanada yaqinlashtirish va qulaylashtirish maqsadida portalning mobil ilovasi ham ishlab chiqilgan bo'lib, bugun bu ilovada xizmatlar sonining oshishi natijasida davlat xizmatlaridan foydalanish yagona portaldan ham yuqori ulushni tashkil etmoqda. Xizmatlarni ommalashtirish maqsadida yagona portal mobil ilovasi ham ishlab chiqilgan. Unda 600 tadan ko'p xizmatlar bor. Ilovamizni ham ommalashishini ko'rishingiz mumkin. Mana 23-yilda 15% xizmatlar mobil ilovadan olingan bo'lsa, 24-yil 21% dan oshdi. 25-yilga kelib bu 46% dan ham oshib, portalning asosiy o'sha desktop talqinidan ham ko'payib ketdi. Ya'ni baribir yoshlar auditoriyasi, foydalanuvchilar
ko'proq gadjetda hamma narsani shu mobil telefonda hal qilgisi keladi va buni hayotda o'zida ham ko'ryapmiz. Uni ommabopligi ham hozir kundan kunga bunga ehtiyoj ko'payayotgani uchun oshib ketdi. O'zimizni mana mobil ilovalarni yuklab olish statistikasini ko'radigan bo'lsak, 25-yil yakunlariga ko'ra umumiy ilovalar anaqasida top 5 taliga kirdi. O'zbekistonda joriy qilingan ilovalarda ikkinchi o'rinda aynan MyGo.uz mobil ilovasi o'rin oldi. Takomillashtirib boramiz. Prezidentimiz tomonidan shu qulayligini oshirish bo'yicha alohida ta'kidlandi. Yanada qulay bo'lsin dedilar. Shuning uchun buni o'zida ham o'sha sun'iy intellekt imkoniyatlari joriy qilinadi. Hamda o'sha talaba va o'quvchilar uchun subprofil qilmoqchimiz. O'sha pasport olmagan foydalanuvchi ham o'zini qaysidir xizmatlardan yagona portallarning orqasida foydalanish imkoniyati bo'lsin. Fuqarolarga xabarnoma yuborish imkoniyatini ham kengaytiramiz. Ya'ni o'sha biror xizmatda siz davlat tashkilotidan olganda buni menga yetkazib o'tirish shart emas. Mani o'sha MyGo.uz'dagi kabinetimga yuboringlar, men o'sha yerdan olaman deydi, bo'ldi. U pochtani ham kutib o'tirmaydi. Yonda olib yurishi ham kerak emas. Istalgan payt o'zini kabinetiga kirib foydalanaveradi. O'zbekistonning raqamli hukumat sohasida erishgan natijalari nafaqat aholining davlat xizmatlaridan foydalanishini qulaylashtirishga, tarmoqlarning shaffofligini oshirishga, qolaversa mamlakatimizning xalqaro maydondagi o'rni va nufuzini ko'tarishga xizmat qilmoqda. Prezidentimiz tomonidan bu yo'nalishda belgilab berilgan islohotlar, amalga oshirilgan ishlar natijasida endi o'zimizga emas, xalqaro tashkilotlar tomonidan ham reytingda yuritiladi. Bu reytinglarda ham yaxshi ko'rsatkichlarga chiqib boryapmiz. Mana elektron hukumat reytingi bor, Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan yuritiladi. Oxirgi ikkita baholash natijasiga ko'ra O'zbekiston 24 pog'ona o'zini o'rnini yaxshilab, hozir 63-o'rinda. Biz yanada endi o'sha aholiga, biznesga qulaylikni oshirish, o'sha davlat boshqaruvida ham aholining o'rnini oshirish ustida ishlayapmiz. Undan tashqari Jahon banki tomonidan o'sha davlat boshqaruvini yetukligi bo'yicha alohida reyting yuritiladi. Ya'ni davlat boshqaruvida qanchalik raqamlashgan, o'zining xizmatlarini taqdim etishda raqamli texnologiyadan qanchalik foydalanadi, bir nechta mezonlar asosida baholaydi. O'shalardan bittasi o'sha onlayn xizmatlar ulushi. Mana onlayn xizmatlarning ulushini yaxshilash, davlat boshqaruvida raqamli texnologiyalarni keng joriy etib borayotganimizni ko'rib, uni natijasida oxirgi o'sha raqamli sakrash deb baholanadi. Bizda oxirgi 3 yilda 43-o'rindan 9-o'ringa ko'tarildik. Top 10 talik. Top 10 talikdamiz. Bu juda yaxshi natija. Endi bu natijani ushlab qolish ustida ichida qilingan bu? Bu 190 ta davlat ichida top 10 talikka kirdik. Bu narsani endi takomillashtirish, natijalarni ushlab turish, yanada yaxshilash ustida yana ishlaymiz. Buning uchun shu prezidentimiz tomonidan sohaga barcha imkoniyatlar yaratib berilgan. Uni bemalol bu natijalarni amalga oshira olamiz. Startap ekotizimini rivojlantirish, raqamli xizmatlar qamrovini oshirish, eksport hajmini ko'paytirish, bularning barchasi uchun telekommunikatsiya asosiy o'rin tutadi. Sifatli internet va aloqa bilan qamrov darajasida ham bugun yuqori o'sishga erishilmoqda. Telekommunikatsiya infratuzilmasi qamrov to'g'risida gapiradigan bo'lsam, 98% aholi yashash maskanlari optik tog'lar aloqa liniyalari bilan qamrab olindi. Bu degani aholi uchun yuqori tezlikdagi keng polosali internet xizmatlarini taqdim etish sharoiti yaratildi. Shu bilan birga mobil aloqa sohasida ham 99.5% gacha aholi yashash maskanlarini qamrov darajasi ta'minlandi. Biz bilamiz, hozirgi kunda iqtisodiyot rivojlanib bormoqda. Shu sababdan biz uchun avtoyo'llardagi mobil interneti va mobil aloqa qamrovi ham muhim ahamiyatga ega. Shundan kelib chiqqan holda hozirgi kunga kelib xalqaro ahamiyatga ega bo'lgan avtoyo'llardagi internet, aynan mobil aloqa qamrovi 95% ga yetkazildi. 2026-yilda ham aynan optik tog'larli qamrovlarni kengaytirish, mobil aloqa xizmatini yanada sifatini hamda qamrovini oshirish bo'yicha loyihalar belgilab olingan. Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda bizning respublikamizda ham 5G, ya'ni 5-avlod texnologiyalar ham keng joriy etilmoqda. Hozirgi kunda O'zbekistonda viloyat markazlarida aynan 5G texnologiyasi asosidagi tarmoqlar joriy etilgan bo'lib, bugungi kunda bu qamrov darajasi, aynan 5G texnologiyasining qamrov darajasi 20% ga yetkazildi. Biz amalga oshirayotgan loyihalarimizning pirovar natijasi aholini rozi qilish bo'lsa, shu bilan bir qatorda O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rinlarga ham bu ijobiy ta'sirini ko'rsatmoqda. Jumladan Ookla kompaniyasining xalqaro Speed Test Global indeksi yuritiladi. Bu indeksda hozirgi kunda O'zbekiston oxirgi 4 yil oladigan bo'lsak, O'zbekiston ushbu reytingda o'z o'rnini ancha yaxshilashga erishdi. Jumladan so'nggi 3 yilda O'zbekiston simli internet bo'yicha o'zining
o'rnini 89-o'rindan 83-o'ringa ko'targan bo'lsa, aynan tezlik jihatdan tezlik 4,2 barobarga oshdi. Mobil xizmatlar yo'nalishida esa tezligimiz 2,4 barobarga oshgan bo'lsa, o'rnimiz 112-o'rindan 76-darajagacha ko'tarildi. Yangi texnologiya to'g'risida gapirganda, hozirgi kunda tez sur'atlarda rivojlanayotgan sun'iy yo'ldosh texnologiyalar to'g'risida ham gapirishimiz mumkin. Hozirgi kunda xorijiy aynan yo'ldosh aloqa kompaniyalari O'zbekistonda o'z xizmatlarini taqdim etishga qiziqish bildirmoqda. Aynan Amerika, Yevropa va boshqa rivojlangan davlatlarning yo'ldosh aloqa texnologiya kompaniyalari O'zbekiston bozorida o'z faoliyatini tashkil etish imkoniyatlarini ko'rib chiqmoqda. Jumladan Yevropaning SES kompaniyasi, Amerikaning Amazon kompaniyalari o'z qiziqishlarini bildirmoqda. Albatta bu hammasi emas. Bugun prezidentimiz tomonidan sun'iy intellekt texnologiyalari uchun infratuzilma yaratishga ham katta e'tibor qaratilyapti. Xususan mamlakatimiz hududlarida zamonaviy data markazlar tarmog'ini kengaytirish maqsadida ayni yo'nalishga sarmoya kiritish istagidagi xorijiy investorlar uchun alohida imtiyoz va imkoniyatlar belgilab berilgan. Hozirgi kundagi davlatimiz tomonidan aynan xorijiy kompaniyalarni O'zbekiston bozoriga taklif etish bo'yicha taqdim etayotgan imtiyozlari, investitsion jozibadorligi ular uchun ancha qiziqarli bo'lmoqda. Agar bitta yo'nalishni gapirib o'tadigan bo'lsam, prezidentimizning 189-son farmonlari qabul qilindi. Bu aynan sun'iy intellekt sohasini rivojlantirishga qaratilgan farmon bo'lishi bilan birga, bu farmonda Qoraqalpog'iston Respublikasining imkoniyatlaridan foydalanish maqsadida Qoraqalpog'iston Respublikasiga 100 milliondan ortiq investitsiya jalb etuvchi sun'iy intellekt va data markazlari uchun elektr energiyasini imtiyozli narxlarda taqdim etish shartlari hamda ularning loyihalarni amalga oshirish jarayonlarini tezlashtirish, import va boshqa soliq imtiyozlari taqdim etildi. Hamda O'zbekiston Respublikasida IT Park rezident sifatida IT Park rezidentlari uchun taqdim etilgan imtiyozlardan ham foydalanish shartlari e'lon qilindi. Bu natijalar albatta belgilangan marra emas. Prezident tomonidan mas'ullar oldiga ulkan maqsad qo'yilgan. Keling dastlab startap sohasida bizni qanday yangiliklar kutayotganiga to'xtalsak. 2030-yilgacha mamlakat hududida 5000 ta startap loyihalar faoliyat yuritishini ta'minlash, 20 ta yangi ish o'rni yaratish, 500 ta qiymati 1 millionlik startaplar, 100 ta qiymati 10 millionlik va 25 ta qiymati 100 million dollarlik startaplarni yaratish vazifasi davlat rahbarimiz tomonidan qo'yildi va bunga erishishga biz albatta bel bog'laganmiz. Bundan tashqari raqamli O'zbekiston 2030 o'zimizning strategiyamizda ham mamlakat hududida unicorn startapini tayyorlash vazifasi ham oldinga surilgan. Ushbu unicorn startaplarni tayyorlashimizda bizga albatta mana shunday dastlabki kichik qadamlarni tashlab olishimiz muhim rol o'ynaydi. 5000 ta startap 5000 ta startap ichidan 500 tasi 1 millionga yetish uchun albatta siz juda katta mehnat qilishingiz kerak. Bu juda katta qo'yilayotgan maqsadlar deb o'ylayman. Va ushbu maqsadlarga yetish uchun biz albatta xorijiy tajribani o'rganishga bel bog'ladik. Xorijiy tajribani o'rganayotganimizda ko'plab rivojlangan davlatlar, Amerika Qo'shma Shtatlari, Buyuk Britaniya, Singapur, Hindiston, Janubiy Koreya davlatlarining startap ekotizimiga qanday yordam berayotganligi to'g'risida o'rganib chiqdik. Ularning har biridan olgan tajribamizga ko'ra 4 bosqichli startap ekotizimini qo'llab-quvvatlash loyihasini yaratdik. Ushbu 4 bosqichli loyihamizda startapning eng erta bosqichidan to eksport, masshtablashtirish bosqichigacha barcha startaplarni qo'llab-quvvatlashni qamrab oladi. Ya'ni g'oyadan tayyor mahsulotgacha va mahalliydan global darajaga chiqishgacha bo'lgan barcha jarayon. Eng muhimi, g'oya bosqichida ko'plab startaplar o'zlarini qayerga borishliklarini bilishmaydi, nima qilishliklarini bilishmaydi va ushbu biz hozir tuzgan loyihamizda har bir startap, har bir g'oya o'zi yashab qolish, loyihaga aylanish ko'rsatkichidan o'ta oladi deb o'ylayman. Davlatimiz rahbari tomonidan startap ekotizimiga berilayotgan ishonch, berilayotgan e'tibor albatta biz uchun juda katta ahamiyatga ega. Yoshlarimiz ana endi o'zlarining g'oyalarini loyihadan o'zlarini tovarlarini yaratishga va
oxir oqibat chet el bozorlarida ham faoliyat yuritishga xizmat qila oladi deb o'ylayman. Bundan tashqari startap ekotizimi shunday narsaki, innovatsiyalarni yaratadigan, mamlakatni iqtisodiyotini haqiqiy drayveriga aylanadigan yo'nalish deb aytsak bemalol bo'ladi. Ko'plab startaplar, dunyodagi juda katta kompaniyalar ham aynan mana shu startap bo'lish qadamlarini bosib o'tishgan va umid qilamanki, biz yaqin 5-10 yil davomida O'zbekistondan ko'plab unicorn startaplar chiqishini o'zimiz shohidi bo'lamiz. Elektron davlat xizmatlarini rivojlantirish borasida ham marralar katta. 2030-yilgacha Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumat reytingida top 30 talikka kirish. Bu natijaga erishish yo'lidagi dastlabki harakatlarni, xususan 2026-yilda amalga oshiriladigan ishlarni mutaxassis tushuntirib berdi. Bu portalni rivojlantirish bo'yicha yana topshiriqlar belgilandi. Endi bilamiz, har bir sohaga hozir sun'iy intellekt texnologiyalari kirib boryapti. Aynan yagona portalda ham sun'iy intellekt texnologiyasini joriy etish, 50 tadan ko'p xizmatni uni olishda yanada qulay sharoit yaratish hamda shu chet el fuqarolariga, investorlarga taqdim etiladigan xizmatlarni alohida yana yengillashtirish, undan tashqari fuqarolarning raqamli profilini takomillashtirish ustida ishlarni olib boramiz hamda biznes uchun yanada qulayroq xizmatlarni, ular faoliyatida ko'p ishlatiladigan xizmatlarni to'plab turib, ular uchun ham qulaylik yaratamiz hamda tijorat tashkilotlarini ham mijozlari uchun qulaylik yaratish uchun shu yagona portalda ular uchun ham alohida modul tashkil qilamiz. Ular ham o'zining xizmatini bu yerda taklif qila oladi. Ya'ni bittada mana hozir 13 milliondan ortiq foydalanuvchisi bor auditoriyaga kirib boradi. O'tgan yil 100 ta xizmat joriy qilgan bo'lsa, 700 tadan 800 taga olib chiqdik. Bu yil ham 2026-yilda 100 dan ziyod xizmatlarni elektron shaklga o'tkazamiz. 900 ga yetkazamiz. Internet tezligi va qamrovini oshirib borish, mobil aloqa xizmatlarining sifatini yaxshilash, 5G texnologiyalarini joriy etish va aholi punktlarini yuqori tezlikdagi internet bilan qamrab olishni davom ettirish, sun'iy yo'ldosh aloqasidan foydalanishni kengaytirish bo'yicha ham 2026-yilda aniq maqsadlar belgilangan. Aynan telekommunikatsiya yo'nalishida biz qamrov darajasini oshirish, so'nggi avlod texnologiya mobil tarmoqlarini hamda yo'ldosh aloqa texnologiyalarini joriy etishni jadallashtirish hamda davom ettirishni o'z oldimizga maqsad qilib oldik. Shuningdek, data markazlarini kengaytirish, ularni hududlarda kengaytirish bo'yicha o'z oldimizga loyihalar va maqsadlarni belgilab oldik. 2026-yilda hududlarda aynan optik tolali aloqa qamrovini kengaytirish maqsadida qo'shimcha 30 ming kilometr optik tolali aloqa liniyalarini qurish rejalashtirilmoqda. Shu bilan birga keng polosali portlarni 300 mingtaga qo'shimcha orttirish orqali ularning umumiy sonini 6,6 milliontaga yetkazish rejalashtirilmoqda. Mobil qamrovni kengaytirish bo'yicha aholi yashash maskanlarida ularning qamrov darajasini 99,6% ga yetkazish hamda 5-avlod texnologiya asosidagi mobil texnologiyalar qamrovini 25% gacha yetkazish oldimizga maqsad qilib oldik. Odamlarga qulaylik yaratish, yoshlarning innovatsion loyihalarini qo'llab-quvvatlash, sun'iy intellekt texnologiyalarini har bir sohaga tatbiq qilish. Umuman, prezidentning raqamlashtirish sohasidagi siyosati bugun O'zbekiston taraqqiyoti, aholi farovonligi uchun ko'p tomonlama samara bermoqda. Qisqa vaqtda erishilgan natijalar tahlilidan ko'rsa bo'ladiki, belgilangan ulkan maqsadlarga ham erishish qiyin bo'lmaydi.